Men Abdukarimov To'ymurod, Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Quyosh mahallasida istiqomat qilaman. Dehqon oilasida tug'ilganman. O'zimiz oilaviy ishlaymiz. Bizda asnovni qishda ko'proq ish. Ko'chatchilik qilamiz. 2005-yildan beri o'zimizning fermerligimiz bor edi. Ochiq dalaga ekardik. Undan keyin teplitsalar qurdik. Yiliga 4,5 sotik 5 sotik joydan 200 mingta, 250 mingta ko'chat qilaman. Endi Xudo xolasa yildan yilga ko'paytirib boryapmiz. Bolgar qalampirlarimiz 70 mingta, pomidorlarimiz 120 mingta. Har bir sortni o'ziga yarasha navilari bo'lgandan keyin o'ziga yarasha talablari ham bo'ladi. Bolgarskiy shirin qalampirimizni oladigan bo'lsak, bu yerda masalan Gypsy sorti ya Ferrari sorti, hamma sortlar pishish davrida juda issiqni yaxshi ko'radi. Ham tepa istilajida qilgan yaxshi. Pomidor sortiga keladigan bo'lsak, urug'ni chiqarib olguncha issig'ini bersa yaxshi. Undan keyin salqin havo berish kerak. O'shanga ikkalasini bitta joyda ushlab bo'lmaydi. Bolgarskiy pomidordan tashqari limonchilik qalamchalariga ham qadaganmiz. Limon endi ko'proq 5 yilda hosil beradigan bo'lsa, unda ham yer bo'sh turmaydi. Tagiga ekib to ko'chat davridan ekish davrigacha hammasini tagidan bemalol hosil olib, keyinchalik tepasini yopib soya bergandan keyin tagiga ishlov ujali berib bo'lmaydi. Ekib bo'lmaydi. Bo'ldi jali absolutno limonariya bo'ladi. 5 yilning ichida. Talabga qarab qilamiz. Ularni o'zi chunki narx-navoni, hosildorligini, yerini hammasini o'zlari biladi. Mijozlarimiz bitta Sirdaryo viloyatidan emas, Jizzax viloyatidan kelib olib ketishadi. Sizda shunaqa narsa bor ekan deydi, keladi, ko'radi, mahsulotni ko'radi, hamma narsani ko'radi, o'shanga qarab talab bo'yicha olib ketadi. Yaxshi mahsulot bo'lsa, odamlarga reklama shart emas. O'zi izlab kelib topadi hamma narsani. Shu yerda 4,5 sotikdan agar hisoblaydigan bo'lsak, o'rtacha 100 million daromad qilaman. Endi xayolida odamlar 100 million daromad qilar ekan, yo yiliga shunday bo'lsa deb foydani hisoblaydi hamma. 100 million daromad qilsa, men ham qilsam bunday bo'ladi ekan. U narsani hamma narsaga tayyor bo'lib borish kerak odam. Yer bizning umumiy boyligimiz. Yerga ishlovni berish kerak, yaxshi qarash kerak. Keyin o'shanga yarasha daromadini ko'rasan. Endi men o'zim tajribamda yoshmiz hali, o'zim tajribamdan kelib chiqib aytyapman bu narsani. Hamma narsaga mehr bersang, mehr olasan. U g'azab bersang hech narsa ola olmaysan uni. Ko'chat ham shunday, bu tirik organizm bu ham. Bizlar masalan 0 da chiqqan paytlarimiz ham bo'lgan. 0 hech narsa daromad ham olmaganmiz, xarajat chiqadi. Lekin foyda o'zingni mehnatingga kuyasan. Minusga kirganingdan keyin budjet tanqisligi bo'ladi. Hamma narsaga chekinish kerak emasda keyin bu yiliga yana harakat qilasan. Yildan yilga qilyapmiz-da to'g'risida. Sirazi chiqib ketaman deydigan odam hatto o'ylaydi, tushkunlikka tushasan. Lekin o'ylaysan yana, nimada adashdim? Yana nima qilishim kerak? O'sha narsalarni chuqurroq yana o'ylaysan-da, o'zing uchun ham tajriba bo'ladi. Ilmiy asosda juda kerak, masalan, mutaxassislar bilan fikr almashamiz. Xatoni, kamchilikni sirazi joyida hal qilish kerak. Boshqa iloji yo'q uni. Ko'chat yig'ishtirilgandan keyin bodring ekiladi sirazi. Bo'sh turmaydi bu. Yil 12 oy shunaqa. Orada yozda 1 oy yoqib beramiz. Yoqib bermasa bo'lmaydi yozda. Nematota degan narsalar bor. Havoni o'zi iqlim o'zgarib ketyapti to'g'risi. Zamonga moslashib, qandaydir bir yangilik qilmasa, eski usulda qolib ketsa, hech narsa olib bo'lmayapti. Yangi yo'l agrostar bilan 20 sotiklik ko'chatxona qildik. Yangi. Xudo xolasa endi uydagi narsalarimizni kengaytirib, bu yerda mahsulotlarni yetishtiramiz xudo xolasa. Zamonaviy issiqxona. Endi zamon bilan hamnafas yashamasang bo'lmaydi hozir.